O'qotar burji vakillari, assalomu alaykum. Sizlar bilan Sulviya. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Sizlar bilan bugun 2026-yil uchun tarot rasklad qilamiz. Hayotingizda har sohasini qamrab oladigan rasklad bo'ladi. O'zingizga nastroy qiling va biz boshlaymiz. Birinchi nuktam bu siz haqingizda asosiy xarakteristikangiz. Qanaqa holatda bo'lasiz? 2026-yilda siz o'z oldingizga yangi maqsadlar qo'yasiz va aynan shu yangi maqsadlarga erishishga harakat qilasiz. 2026-yil sizga o'sha yangi o'ylab topgan o'zingizni hali amalga oshmagan g'oyalaringizni amalga oshirish vaqti. Bunaqa vaqtni qo'ldan boy bermang. Bundan tashqari ba'zi ayollarimiz uchun balki bu o'sha o'zingni istayotgan, o'zi orzu qilgan ko'ngildagi insonini uchratish payti bo'lishi mumkin. Bunday yaxshi vaqtni qo'ldan boy bermang. Bundan tashqari o'z tahsingizda, o'zingiz joyingizda, o'z o'rningizda o'zingizni yaxshi his olasiz. Moliya jihatdan ham barkamorlik yili ko'rilmoqda. Balki shunaqachi yaxshi insonni uchratishingiz mumkin. Bu albatta o'zi ko'proq sizga bog'liq. Bu agar goroskop bo'yicha qayarsa ko'proq kozirog, telets va devalarga to'g'ri keladigan xarakter. Ikkinchi uy bu sizning o'ylab ishlab topadigan o'zingiz pullaringiz yoki bo'lmasa o'zingizni ustingizda o'sha sizni samatsankangiz bo'lishi mumkin. Agarda hozirgi paytda moliya jihatdan agar sizni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ikkinchi uyda sizni moliya jihatdan qiyinchilik o'tayotganingizni ko'rsatyapti. 2026-yil avval ishlab turgan joyingizdan balki birdan o'sha kontrakt tugalish vaqti kelgan va xuddiki pul keladigan joy to'xtagandek. Siz o'z pulingizni ishlab topish vaqti tugadi. Bu qiyinchiliklaringiz hozircha vaqtinchalik. Shu 26-yil o'zingiz ustingizda ishlab, shu qandaydir bir ma'lum jihatda topishingiz kerak bo'ladi. O'zingizni qanaqadir boshqa yo'nalishda pul topishni o'zlab topishingiz kerak bo'ladi. Balki ba'zilarimiz uchun balki bu dekretga chiqib ketganligi sababli masalan pul tugalishi mumkin. Shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Xo'p, agar o'zingizni ahvolingizni agar samatsankangizni ko'radigan bo'lsak, samatsankangizda bu ta'sir qilgan. Hozircha siz depressivni holatda bo'lishingiz mumkin. Xullas bu hammasi vaqtinchalik. Bundan zerikmaslik kerak, balki o'z ustida to'g'ri baho berib, holatni ustida ishlash kerak bo'ladi. Xolos. Ba'zilar qaysidir sababga ko'ra vaqtincha balki ishlay olmasligi mumkin. Keyingisi bu o'qish, kontaktlar, ta'lim, muloqotlar bo'yicha. Hozirgi paytda siz hammadan o'sha yopilgan holatdasiz, qat'iy ravishda, ongli ravishda bu qabul qilingan qaror siz tomonidan mustaqil, juda jiddiy, qat'iy. Shunday his borki, siz odamlardan juda qattiq o'sha xafa bo'lganingiz uchun qandaydir bir o'tmishda kimdir sizni juda qattiq ranjitgani uchun, o'shadan ta'sirlanganligingiz uchun balki o'sha shaxsiy chegaralaringizni qo'yishga qaror qilgansiz va vaqtinchalik hech kim bilan aloqada bo'lish niyatingiz yo'qday. Xuddiki siz bila turib o'zingiz odamlar bilan kamroq muloqotda bo'lishga yoki kamroq emas, agar muloqot bo'lsangiz ham jiddiy muloqotda bo'lishingiz kerak. Keyingi kartamiz bu oila. Xo'sh, oilaviy holatingiz umuman olganda qandaydir jiddiy transformatsiya yuz berishi mumkin oilangizda. Sizda ma'lum bir qanaqadir tanlov bo'lishi mumkin, hisob-kitobli tarafdan moliyaviy jihat bilan bog'liq qanaqadir tanlov bo'lishlari mumkin. Ana qanday transformatsiya bo'lishi hozircha aytish qiyin, lekin bu jiddiy o'zgarishlar olib kirishi mumkin. Sizda qandaydir eski allaqachon qanaqadir bir holat balki bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha holat balki tugab, endi qanaqadir yangi bosqichga o'tishingiz kerak bo'lishi mumkin. Mana shunday qandaydir bir yangi hayotga qadam qo'yishingiz kerak, qanaqadir yangi izlanishlar bo'lishi mumkin sizda. Ehtimol o'zingizga jiddiy o'zgarishlar bo'lishi mumkin o'zingizda, o'zingiz oilangiz a'zolaringiz bilan yuz beradigan. Shularning hammasini o'ylab ko'rishingiz kerak.
Keyingi kartamiz bu o'sha ijodga bo'lgan muhabbat sohalari. Masalan, sizning sevimli ishingizga birga bog'liq bo'lgan zavqlanish ijodini ko'ryapmiz. Siz haqiqatan ham ruhan juda o'zingizni yaxshi his qiladigan holatda bo'lasiz. Nima ish bilan shug'ullansangiz ham bu o'sha sizni ishingiz o'zingizga yoqadigan holatni bildiradi. Va bundan tashqari o'sha ko'pchilik o'qotarlarimiz juda chuqur meditatsiya qiladigan balki holatlarga kirib ketishi mumkin. Agar shu yoga yoki shunaqa o'xshash narsalar bilan shug'ullanishni o'ylayotgan bo'lsangiz, bu juda yaxshi fikr. Keyingi kartamiz ish joyi va sog'liq bo'yicha. Ish bo'yicha haqiqatan ham sizni ko'nglingizni ranjitishgan, o'tmishdan kimdir siz bilan uncha yaxshi munosabatda bo'lmagan va bu kishilar bir nechta kishidan iborat bo'lishgan. Raqobatchiliklarga uchragansiz, qandaydir o'sha salbiy ta'sir sizga ko'rsatishgan, juda ham ko'p qattiq ko'nglingizni og'ritishgan va o'sha hissiyot haligacha o'zingizga balki kelolmasligingiz mumkin. Ehtimol sizga qandaydir takliflar bo'lgan ish joyingizdan, lekin siz o'sha ish takliflarini qabul qilish istamagansiz. Ya'ni ish bo'yicha aniq qandaydir o'zgarishlar bormi, yo'qmi bu haqida ayta olish qiyin, lekin aniq ko'rinib turibdiki, hozircha sizga o'sha ta'sir qilingan holatlar hissiy darajada o'z ta'sirini 26-yilda ham hali beri o'zgarishsiz bildirib turadi. Keyingi kartamiz bu hamkorliklar, partnyorliklar bilan bog'liq. Yangi qanaqa hamkorlarni topishingizni ko'rib chiqamiz. Hamkorlarga keladigan bo'lsak, sizda o'sha rejalar bor, uzoq maqsadli g'oyalar qo'yilgan oldinda, shuningdek o'zingizga qandaydir o'sha mistik ruhiy jihatdan harakatlar bor. Maqsad bo'yicha hatto juda chuqur qaralganda ehtimol siz bitim tuzasiz yoki yo'q, bu haqida aniq ayta olmayman, lekin oldinda siz uchun hali ko'p narsalar aniq yechimga ega bo'lmagan holatlar paydo bo'ladi. Lekin uzoq maqsadga qandaydir chuqur izlanishlar bo'ladi siz hayotingizda. Balki sizning hamkorlik qiladigan insonlaringiz internet bilan bog'liq bo'lishi mumkin kelajakda, yoki bo'lmasa o'zingiz uchun psixologik balki ishlar olib borishingiz mumkin, balki psixologiyaga o'qishga borishingiz mumkin. Masalan, bu ham hamkorlik, kelishuv, yoki bo'lmasa kimdir o'sha psixologiyaga, psixologlar bilan ishlashi mumkin, har narsa bo'lishi mumkin. Shunga bu sizning vaqtingiz chuqurroq o'zingizga ichki dunyongizni transformatsiyasini tubdan o'zgartirish hayotingizda. 2026-yil sizga shunaqa imkoniyatlar beradi o'zgartirishga. Tak, inqirozlar va transformatsiyalar. Bu yerda sizda qandaydir o'sha hissiy chalkashlik yuz berishi mumkin. Inqirozda siz qandaydir bir nimadir xohlayotgan bo'lsangiz, o'sha o'zingiz chalkashib qolishingiz mumkin. Aynan nimani tanlov qilishni bilmay qoladigan holatda sizga qanaqadir har xil variantlar taklif qilishlari mumkin. Sizni transformatsiyangiz, inqirozingiz shundan iboratki, siz o'sha holatni o'tishingiz kerak bo'ladi 26-yil. Siz to'g'ri o'zingizga mos keladigan variantni tanlashni bilishingiz kerak bo'lishi, bu sizni transformatsiyangiz bo'ladi. Bu siz uchun juda qiyin bo'ladi, ayniqsa emotsional his-tuyg'u holatdan. Lekin mana shu sizni transformatsiyangiz. Hozir tushuna olmayotgan bo'lsangiz, o'shani tushunish siz uchun maqsad qo'yilgan 2026-yilda. Keyingi kartamiz dunyoqarashingiz o'zgarishi va sayohatlar. Haqiqatan ham o'tmishda sizni atrofdagilar juda qattiq azob berishgan, ko'nglingizga ozor berishgan va shundan siz o'zingiz qat'iy ravishda o'sha atrofingizdagi insonlarni o'zgartirishga harakat qilgansiz. O'sha eski sizga to'g'ri kelmagan, sizni xafa qilishgan insonlardan voz kechishni qaror qabul qilib, oldingizga endi maqsad qo'yib, yangi insonlar safariga kirib bormoqdasiz. O'sha yangi insonlar atrofida o'zingizni boshqa insonlar bilan o'zingizni bir tadbirlar yoki ko'rgazmalarda ishtirok etib, muloqot qilib, qandaydir boshqa insonlar bilan o'zingizni o'ylamoqdasiz hozir. Bu uzoq masofaga sayohatlar
deb ayta olmayman, lekin aniq aytish mumkinki, o'zingizni o'sha yaqin joylaringizda tez har xil juda qiziq marosimlarga borib turadigan holat yuzaga keladi 2026-yilda siz uchun. Siz o'zingizga mos keladigan insonlarni albatta topasiz va o'sha kollektiv bilan birga o'zingizni qanaqadir ideyalaringizni amalga oshirish boshlaysiz. Karyeraga keladigan bo'lsak, keyingi karta bilan jiddiy o'zgarishlar aniq yuz beradi. Karyerada ham sizni xursand bo'ladigan darajada yangi bosqichga olib chiqishi mumkin sizni karyerangiz. Balki sizda o'sha qandaydir sayohatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin karyerangiz yoki vaqtinchalik komandirovkalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin bu faqat sizga xursandchilik olib keladigan darajada bo'ladi va karyerada siz o'sha maqomingizga erishasiz va o'zingizni o'sha yaxshi barqaror, har taraflama o'zingizni barqaror, barkamol his qilasiz. Va haqiqatdan ham o'sha bo'lgan statusdan bemalol foydalanishni boshlaysiz va bu sizni ko'nglingizga xursandchilik faqat olib kelishi ko'rilmoqda keyingi kartalarda. 2026-yilda o'sha karyera statusi orqali haqiqatdan ham hayotdan zavqlanishni boshlaysiz. Bu balki boshqalarga ham yordam berishi mumkin. Keyingi karta do'stlar va orzular kartasi. Bu yerda ko'pchilik o'qotarlarimiz ehtimol o'zini xohlagan, orzu qilgan insonini uchratishi mumkin. Yangi inson haqiqiy do'st sifatida hayotingizga kirib kelish ehtimoli bor va o'rtalaringizda o'sha teng huquqli munosabatlar yuzaga kelib boshlaydi. Qanaqadir judayam bir qiziq, tez birdan bo'ladigan holat, kutilmagan birdan paydo bo'ladi bu inson hayotingizda. Chunki o'sha kartamiz ko'rsatyapti-da birdan kirib kelishini hayotingizga. Kimdir balki bu insonni haqiqatdan ham o'sha ko'p vaqtlar davomida orzu qilgan bo'lishi mumkin. Oxirgi kartamiz bu sizning karmangiz. Karmangiz nimadan iborat? Karmangiz bu qabul qilish, teng huquqli berish, muvozanat saqlash, mana shunaqa qanaqadir tushunchalarni bermoqda kartamiz. Demak, o'sha saxovatli bo'lishni o'rgatadi sizga 2026-yil. Butun o'sha yil davomida siz saxovatli inson bo'lishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Muvozanatni saqlashni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Ichki qanaqadir ish holatida qandaydir o'zingizni o'sha o'zgarishlaringizga, o'sha o'zgarishlari sizni keyin lider sifatida qanaqadir katta bosqichlarga olib chiqish kerak bo'ladi, xuddi rahbar sifatida. Vaqt keyinchalik siz qanaqadir bir guruh, jamoa insonlarni orqangizdan yetaklashingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari o'sha siz insonlarga yordam bera oladigan darajada o'zingizni qanaqadir bitta statusingizga erishasiz va o'sha statusingizda boshqa insonlarga agar haqiqatdan ham yordam kerak bo'lsa, yordam berish kerak bo'ladi. Agar ularni qanaqadir bir yo'l направление bo'yicha boshqarish kerak bo'lsa, ularni yetaklash kerak bo'lsa, siz mana shu narsalarni o'tasiz 26-yil. Demak, sizda haqiqatdan ham atrofingizda qanaqadir bir guruh, qanaqadir bir kompaniya paydo bo'ladiki, siz yetakchi rolini o'ylaysiz va bu olib keladigan bosqich sizni karmangiz bo'ladi 2026-yil. Go'yoki 2026-yil sizga rahbar bo'lish qobiliyatingizni, lider bo'lish qobiliyatingizni ko'rsatish vaqti keldi deganday vizov tashlaydi. Mana shu narsalarni o'tishingiz kerak bo'ladi. Keyingi kartalarimiz maslahat kartalari. Haqiqatdan ham keyingi maslahat kartamizda ham shuni ko'rsatmoqdaki, siz haqiqatdan ham qanaqadir bir yo'nalishda, qanaqadir bir holatda tanlov holati yuzaga keladi. Siz o'sha tanlashingiz kerak bo'ladi qanaqadir bir variantni. Bu ham erkaklarga ham ayollarga birdek to'g'ri keladi. Jiddiy tanlov bo'ladi hayotingizda.
agar umuman olsak o'sha munosabat bo'yicha olaylik, masalan, o'sha sizda atrofingizda ikkita inson bor. Bittasi yangi uchraydigan inson, romantik. Bittasi kuzatib yuribdi sizni xuddiki qandaydir. Mana shu ikkita insonning o'rtasidan siz bittasini baribir tanlashingiz kerak bo'ladi. 2026-yil sizga umuman har tomonlama, har sohadan kimda nima ko'proq qiziqish bo'lsa, o'sha kimda qanaqa ko'proq aksent bo'lsa hayotida tanlov qilish huquqini beradi. Tanlov qilish huquqi sizga haqqoniy hayot beriladi va o'sha tippadan, o'sha Xudo tarafdan berilyapti sizga. Shuni siz o'zingiz xohlagan variantingizni birini tanlashingiz kerak. Bu adolatli berilgan karma va shu karmani o'tgan holatda siz tanlov qilganingizdan keyin qanaqa yo'lda ketish hali noma'lum, lekin keyinchalik siz o'zingiz tushunib boraverasiz. Xullas, o'qotarlar, sizlar uchun 26-yil juda muhim yil. Bu yil adolatli, oliy qudratning sizga huquq bergan yilidir. O'zingizni mustaqil ravishda tanlashingiz kerak bo'ladigan yil. Kim bilan, qayerda va qanday yashashni hal qiladigan, qanaqa ishlarda ishlashni, mana shunaqa narsalar. Agar sizga yoqqan bo'lsa, raqs qiladimiz. Sizlar bilan xayrlashaman. Obuna bo'ling. Sog' bo'ling.